Bir kosmetolog aldab maxsus maskam deb krem sotdi, 400 mingga irim urdi, nega olding deb foyda bermadi-ku deb. Ana unda oyim ham kosmetologga borganlar, necha yildan beri qatnaydiganiga, o'shanda 270 mingdan munchagina bankachada narsa sotibdi. Olib kelib, olib borib xolodilnikka qo'yib surasiz debdi. Endi ko'rsanglar, mana bu mohimni maskalarini oddiygina 8 ming so'm donasi. Ana o'shalarni olganda ichiga petrushka, romashka shunaqa narsalarga aralashtirib suradigan qilib bergan. Haqiqatan foyda berardi, oqartiradi, ajinlarni ketkazadi, lekin uni narxi 400 ming yoki 270 ming emas. Oyimga aytdim, "Oyi, bu maskani bilaman, unaqa narx emas bu" desam, "Sen puxni bilasanmi?" dedilar. Mohimni shunday ikkita maskasini olib kelib berdim. Bitta ishlatdilar, bunaqa qilib, "Qizim, shu mohimdan olib shu kosmetologlar 400 ming, 500 mingga sotayotgan ekan" dedilar. Tan oldilar. O'shaning uchun mana qizlar, donasi 8 ming so'mdan turadi. Ham yosharasizlar, ham oqarasizlar, ham eng zo'r kosmetolog ishlab chiqargan. Avvaliylar kosmetologlar aldaydi, firmenniy maskam deb hamma